Assalomu alaykum azizlar. 10 kilovatlik stansiya qurib berdik. Panellarimiz Jinko panellardan bo'ldi. 615 ligida 8 tadan 16 panel qo'yib berdik. Hozircha bu tom holat shunaqa bo'layapti, chunki sal birpas turib, keyin men bularni bunday kesib butchalab to'g'rilab olaman. Hali ham bu tomoni juda daraxtzor, bu shunaqa joy ekan. Shunaqa restoran desa ham bo'ladi, restoran. Manbalarini kesib tashladi hali ham. Butchalab bo'ldi. Bunaqa bo'lib chiqdi mana. Onun bu hali bitmagan zdaniya, xudo xolasa bitgandan keyin yana 5 kilovatlik, yana 10 kilovat yana dabavka qiladilar. O'sha dabavka qilganlardan qo'yib beramiz yana. Panellarimiz turishi mana shunaqa chiqdi. Juda ajoyib holatda akalar. Короче, akaga nima tavsiya qildi? Aka 20 kilovatga 10 kilovat panel qo'yishni faqat tavsiya qildi. Invertorda 20 kilovat qildi. Aka xudo xolasa qo'yib bo'lganlaridan keyin, bir ko'rganlaridan keyin, undan keyin yana bemalol 10 kilovat dabavka qilsalar bo'ladi. Ana shu uchun zaxira qilib 20 kilovatlik invertor qo'yib berdik. Tak, pastdagi holatimiz, invertorimiz havo salgini bulutroq tok chiqib o'ynayapti mana. 7 qancha, pastga tushib 7200. Aparatimiz mana Sovax 20 kW. Panellarimiz 10 bo'lib, namimiz 20 bo'lib. Bu mana shitimiz panellarimizdan kelyapti. DC avtomatlarimiz 3 faza kelyapti. Mana Sipro'da bu ikkinchi etajga qo'yilganda, shu uchun tepadan kelyapti. Shunaqa bo'lib chiqdi akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aka bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Tushuntirib ham beraveraman hammasini. Напряжение har xil o'yin ekan 237 mana. 240 237. Lekin shu narsaga hech qaysi fazamiz tashlamagan yo'q, fazamiz ishlaydi. Chunki bu Sovax shu uchun qimmat, uni to'g'rilasa bo'ladi ichidan напряжениесini.